Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi manzilimiz Toshkent viloyati Angren shahridamiz. Navbatdagi skromniy formadagi nijniy darvozamiz stanovka jarayoni tugadi. Xudo xolasa darvozamiz idealniy holatda, matviy holatda qilib berganmiz. Razmerlari eniga 3.65, balandligi 3.80 razmerda tayyorlab berganmiz. Kirish eshiklari o'ngda chekkada kiradigan holatda har doimgidek Zubir firman original zamonlari bilan jihozlab berdik. Atroflari полностью 12 li rossiyskiy shiviller, listlarimiz 1.8 plyusoviydan 2 qavatli holatda shumizatsiyalari bilan idealniy holatda qilib tayyorlab berganmiz. Darvozamiz orqa tomon ko'rinishlari ham xuddi shu holatda bo'ladi. 2 qavatli shumkali holatdagi variantiniki. Ochilib yopilishlari ham o'ta yengil holatda, jentran eshiklari ham hijolatli holatda bo'ladi. Shanrlarimiz ham обязательно pachimli shanrlardan foydalanamiz. Kimga shunaqa xizmatlar, darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, именно shu darvozamiz 1 metr kvadratini O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalar bilan 1.250 ming so'mdan boshlab 1.450 ming so'mgacha dastavka ustanovkalar bilan olib borib o'rnatib beramiz.